Eng tezkor siz ishlagan futbolchi. Menimcha endi hozirgi kunda nafaqat mana anaqa Husanov, Abduqodir, Dribling, Abbos bo'lsin. maydonni ko'rish, o'yinni boshqarish. Albatta ikkita Shukurov bilan Shukurov va Masharipov ham shunaqa. Havodagi kurashda g'alaba qozonish. Alikulov Zarba, yaxshi anaqa. Turg'unboyev bo'lsin. Turg'unboyev. Raqib futbolchilar orasida siz cho'chigan futbolchi bo'lganmi? Aynan qaysidir? Mana shu futbolchiga qarash kerak, futbolchi ehtiyot bo'lish kerak. Qaysi futbolchi? No, albatta, endi biz har bir o'yinga tayyorgarlik ko'rardik-ku, baribir har bir jamoada uchta futbolchilari bor. O'yinni hal qiladigan, Eronda albatta Taremiydi. Jamoada yetakchi, ana oldinga boshlaydigan, ichkarida masalan siz yo'q joyda maydonda hammani ushlab endi albatta hatto Eldor ham bor, Otabek Shukurov ham bor, Jalol o'ynaganda Jalol bu narsani yaxshi qiladi. Shuning uchun bor, ikkita uchta futbolchimiz bor. Kelajakdagi faoliyat uchun cheklanmagan byudjet va natija yuki yoki natija qo'yilmaydi, jamoa qurasan deyiladi, lekin byudjet o'rtacha deydi. Qanaqa tanlaysiz? Endi menimcha natija bo'lgani yaxshi-da. Natija qoladi. Agar vodiy klublaridan taklif tushsa, sizga qaysi biri yaqinroq? Andijon, Navbahor, Neftchi, Qo'qon? Agar tug'ilgan joyimni inobatga olsak, albatta Neftchi, chunki Neftchida Farg'onada tug'ilganman, Neftchida birinchi qadamlarni qo'yganman. O'shda yoshligim o'shda, ota-onam o'shda turadi, o'shaning uchun Neftchi.